alaykum. Uzoq tanaffusdan so'ng men yana qaytdim. Hozir men sizlarga eskirib qolgan sovunli buket gullarimizni qanday foydalanish yo'llarini o'rgatib o'taman. Hozir biz sizlar bilan mana shuni qo'l sovun sifatida ishlatsak ham bo'ladi, bemalol. Hozir ko'rib o'tamiz. Mana qo'limga oldim. Ko'pirishini ko'rsataman sizlarga. Ko'ryapsizlarmi qizlar? Juda ham hidi zo'r chiqadi. Mana ko'piradi. Agar buni bemalol sizlar kir moshinkaga solib yuborsangiz ham bo'ladi. Faqat oqlarni, bunaqa qizillarni, qora rangli kirlar bo'ladi. Masalan, bolajonlaringizni qora rangli ishtonchalarini, o'shalarning orasiga qizil, boshqacha ranglarni qilsangiz ham hech ham rangi chiqib qolmaydi. Mana qo'limiz hali ham ko'pirib turibdi. Mana bunday qilsangiz yana ko'pirishi mumkin. Mana bemalol qo'limizni yuvamiz. Hech qanaqa allergiya, hech qanaqa hech narsa. Bemalol foydalansalaring bo'laveradi. Sizlarga yana bundan keyin qanday videolar joylashimni sizlar orqali bilmoqchiman. Sizlarga qanday videolarim yoqsa, bemalol kommentariyada yozib qolishingiz mumkin. Albatta kanalimga obuna bo'lib, like tugmasini bosasiz degan umiddaman.